Do'stlar, shapka qismimizning karniz qatirish jarayonimiz hozir. Karnizimizning samirizlari ko'rinmasligi uchun ichkari tomondan samirizlarimiz urilmoqda. Assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Sizlar Erkin Tunkefon kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Sizlarga Tunkefonga oid bo'lgan ishlarni kun mobaynida yoritib boramiz. Yana bir fayzi xonadonimizda ishlarimiz davom etmoqda. O'z yakuniga yetgan yo'q. Bu xonadonimizning ko'cha shapka, ravatxona hamda uy shapkalarni Tunkefonlar qilib bermoqdamiz. Hozirda ko'cha shapkamiz 100% juda ham go'zal fasonda Tunkefonlar bo'lib bitdi. Bugungi videorolikimiz juda ham qiziqarli, sizlar uchun foydali bo'ladi. Shuning uchun videorolikimizni oxirigacha ko'rib boringlar. Hamda videoroliklarimiz sizlar uchun foydali, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, bo'lmag'ur layklarni bosib, kommentariy yozib ketish esdan chiqmasin aziz do'stlar. Biz Erkin Tunkefonda 10 yil stajga ega bo'lgan Tunkefon ustalari o'z ish faoliyatini olib boradi. Bizda sizlarga viberlar, sizlarga fasonlar hamda o'ta kачествовали Tunkefon ustalari bor aziz do'stlar. 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha hozirgi kunda standart narxlarimiz bo'lmoqda. Bunda Tunkefonimizning qalin yupqasiga qarab hamda fasoniga qarab narxlarimiz o'zgaraveradi aziz do'stlar. Sizlar istagan narxlarda, sizlarga fasonlarda bizda Tunkefonlarimiz bor. 120 ming so'mdan ham 200 ming so'mgacha bo'lgan Tunkefonlarimiz bor. Ular o'ta ham qiyin, neobычный fasonlarda qalinroq tunikalardan foydalanamiz aziz do'stlar. Hozirda bizning xizmatlarimiz vodiy bo'ylab bo'lmoqda. Keyinchalik inshaalloh voha tomonlarga ham chiqish niyatlarimiz bor. Unda biz video roligimizni boshladik. Shapka qismimizning karniz qatirish jarayonimiz hozir. Karnizimizning samirizlari ko'rinmasligi uchun ichkari tomondan samirizlarimiz urilmoqda. Do'stlar, ichkari tomondan samirizlarimiz uriladi. Ishimiz sifatli, yana ham go'zal chiqish uchun. Bitta samiriz urgan ustamiz qancha mehnat hamda kuch, vaqt sarflayapti. Ish sifati shundan ham bilsa bo'ladi aziz do'stlar. Tanlovda adashmaysizlar. Erkin Tunkefonga murojaat qilinglar. Sizlar uchun doim xizmatda Erkin Tunkefon. Do'stlar, mana karnizlarimiz ham qatirilib bo'ldi. Ichkaridan samirizlar urilib, hamda past tomondan samirizlarimiz urilib bo'ldi. Negizda nimaga ichkaridan samiriz uriladi? Masalan, bu yerga urishimiz sababi samiriz ko'rinmasligi uchun. Ham mustahkamroq ishlaydi. İşte yana ham sifati zo'r chiqish uchun. Hammasi tepa tomon, ichkari tomondan urilgan. Do'stlar, ishni ko'rsanglar ham bo'ladi. Ravatxonamiz ham ishlarimiz davom etmoqda. Hali 100% yakuniga yetgan yo'q. Yonbosh qismimizga karnizlarimiz qatirilsa hamda bu joylarni MDF gullarimiz qatirilsa 100% o'z yakuniga yetadi.